Benfica Real Madridga qarshi haqiqiy sensatsiya qildi. Outsider maqomiga qaramay, Lissabonliklar ilk daqiqalardanoq bosim o'rnatdi. Bir necha bor darvozaga yaqinlashishdi, lekin himoya zich turardi. Bir vaziyatda juda yaqin bo'ldi. Qizillar yuqori burchakka zarba berdi, ammo Real darvozaboni qutqarib qoldi. Hisobni Mbappe ochdi. Asensio o'ng qanotdan oshirdi. Kylian esa kuchli sakrab bosh bilan zarba berib, Trubinga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. 1-0. Lekin bu uzoqqa cho'zilmadi. Benfica javobni tez qaytardi. Pavlidis jarima maydoniga aniq uzatma qildi. Shilderup bosh bilan to'pni to'rga yo'naltirdi. 1-1. Keyin Real himoyachisi xato qildi va qoida buzdi. Pavlidis penaltini aniq amalga oshirdi. 2-1. Qutilmagan holda madridiklar ortda qoldi. Ikkinchi bo'limda haqiqiy jang boshlandi. Shilderup jarima maydoniga kirib bordi va yaqin burchakka kuchli zarba berdi. 3-1. Mbappe javob qaytardi. Güler ajoyib pas uzatdi. Kylian bir tegishda ishni tugatdi. 3-2. Lekin keyingi voqealar futbol tarixchilari tomonidan o'rganiladigan bo'ldi. Benficaga play-offga chiqish uchun 2 to'p farqi kerak edi. Qanday bo'lmasin, yana gol urish shart. So'nggi daqiqalarda Lissabonliklar jarima zarbasini o'ynab berishdi. Oshirma. Va shu payt darvozabon Trubin ham hujumga qo'shildi. U bosh bilan to'pni to'rga joyladi. 4-2. Sensatsiya to'liq amalga oshdi.